ayni vaqt davleniya kasalligi juda ham ko'paygan. Yoshlarning ichida sabablarini doktor tushuntirib beradi. Даже infarkt miokard bo'lib reanimatsiyaga tushyapti. Mana shu gaplar rostmi? Sabablarini ayting, nimaga yoshlar ko'p? To'ppa-to'g'ri. Hozirgi kunda yoshlar va kattalar orasida juda yuqori qon bosim, ya'niki davleniya, arterial gipertenziya avj olmoqda, rivojlanmoqda. Rossiya Federatsiyasida faoliyat qilayotgan muhojirlar diqqatiga hozirgi kunda vitamin D ning, ya'ni qon tarkibida, ya'ni inson organizmiga yetishmasligi va noto'g'ri ovqatlanish, shular xolesterinning ortib ketishi, yuqori qon bosimini keltirib chiqaradi. Asosiy sabablardan, ya'ni qon tomirining to'rayishi yuqori qon bosimini keltirib chiqaradi. Yuqori qon bosimi o'z navbatida shu inson tanasidagi bosh miya, ko'z va yurak, buyrak va qon tomirlariga o'zini jiddiy ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni tibbiyotda organ misheni, ya'ni повреждение organ misheni deydi. Ya'niki shu organlarni, ya'ni shu a'zolarni jarohatlaydi, ya'ni o'z zararini keltiradi. Ko'zni xiralashi, xotirani susayishi, yaxshi uyqusizlik, yaxshi uxlay olmaslik, yaxshi dam olmaslik va noto'g'ri, ya'ni ritmning buzilishi, ya'ni aritmiya, buyrak sohasidagi og'riq, boshning og'rig'i, ya'ni harakatning susayishi asosiy bu davleniyaning alomatlari hisoblanadi. Bizning klinikamizda tashxis qo'yiladi, tabobat bo'ladi. Bizning klinikamizda EKG, echo, Doppler hamma tashxislar o'tiladi. Jahon standartlariga, talablarga javob beradi. O'z vaqtida tashxis o'tib, tabobat qilinadi. Energetik yoshlar ko'p ichyapti. Shularga nima deysiz? Bu hozirgi kunda men tavsiya beraman yoshlarga, bu juda zarari katta. Shu energetik o'zining tarkibiga tarkibiga ham kiritilgan, ya'niki 18 yoshgacha bo'lganlar qabul qilmasin. Kuniga bir stakan, ya'ni bir stakandan oshiq me'yordan o'tmasligi tavsiya etilgan. Shundan ortig'i, ya'niki yurak qon tomir kasalliklari, insult, infarkt kasalliklariga duchor bo'lmoqda. Ko'p bemorlarimiz bizga murojaat qiladi. Og'ir holatlarda, juda ham achinarli holatda vafot etganlarni ham guvohi bo'ldik. Reanimatsiyaga tushgan. To'g'ri, chunki kofeini juda ham 10 barobar ko'p. Uni ichgandan keyin davleniyasi ko'tarilib, infarkt miokard bo'lishi mumkin. Bundan tashqari boshqa terapevt, kardiologdan tashqari boshqa doktorlar ham bormi? Albatta, bizning klinikamizda ko'p tabiblar, ya'niki tajribali mutaxassislar faoliyat qiladi. Urolog, androlog, lor, ginekolog, stomatolog laboratoriya biz klinikamizda mavjud, tashxis qo'yilib, tabobat qilinadi o'z vaqtida. Sizni G'ayrat terapevt, kardiolog doktor savollaringizga javob berdi. Nima savollar bo'lsa kommentariyga yozasizlar va nomer qo'yamiz, telefon qilasizlar. Hamma savollaringiz